Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun 28-iyun. Bugungi kechga olgan zakazimizni yetkazib Namanganga dostavka qilib beryapmiz. Hop. Haytek fasonda. Broshkalarigacha temirli bo'ladi. Oyoqlari ham temirdan. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastda profil qoldirib qo'yganmiz. Bundan da ko'proq videolar, rasmlar joylab boramiz har kuni. Shunga o'tib obuna bo'lishinglarni tavsiya qilib qolamiz. Like bosib, kommentariyada qiziqqanlar bo'lsa, pastda nomerlarimiz ham bor. Shunga murojaat qilishinglar mumkin. Andijon bo'ylab dastavkalarimiz bor, chiroyli narxlarda qilib beramiz.